Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar hamda talabalar. Demak, sizlar bilan navbatdagi video darsimizda ko'rishib turganimizda juda ham xursandmiz. Navbatdagi mavzuyimiz ham albatta siz biladigan o'sha media savodxonlik axborot madaniyati fanidan bo'ladi. Mavzuyimiz ham juda ham qiziqarli hamda juda ham muhim mavzulardan biri hisoblanadi. Axborot xavfsizligini ta'minlashning g'oyaviy nazariy asoslari mavzusida siz bilan suhbat olib boramiz. Qo'limizdan kelgan barcha narsalarni aytishga harakat qilamiz. Bu mavzuda aytadigan, tushuntiradigan mavzularimiz, ma'lumotlarimiz juda ham ko'p. Shuning uchun diqqat bilan kuzatib boring videolarimizni. Savollaringiz bo'lsa, albatta video tagidagi izohlardan kutib qolamiz. Demak, biz boshladik. Quyidagi 4 ta reja bo'yicha gaplashib olamiz siz bilan birgalikda. Axborot xavfsizligi tushunchasi, axborot xavfsizligining g'oyaviy asoslari, nazariy asoslari, qolgan huquqiy asoslari to'g'risida gaplashib olamiz. Axborot xavfsizligi. Avvalgi darslarimizda sizga ma'lumki, axborot xavfsizligi fanidan ma'lum. Sizga axborot xavfsizligi tushunchasini menimcha yaxshiroq bilasiz. Agar bilmasangiz, yana eslatamiz, axborot xavfsizligi va axborotning maxfiyligi, yaxlitligi, mavjudligini ta'minlashning ko'rilgan barcha choralar, faoliyatlar hisoblanadi. Axborot xavfsizligi quyidagi tamoyillarga asoslanadi: maxfiylik, yaxlitlik, qolaversa mavjudlik tushunchalari. Axborot xavfsizligi haqida gapirar ekanmiz, asosiy urg'uni albatta xavfsizlik masalasiga qaratamiz. Chunki bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan, ma'lumotlar oqimi kengaygan, qolaversa g'oyaviy nazariy tahdidlar, atrofimizda globallashuv zamonidagi nozik jarayonlar kechayotgan vaqtda biz axborotlarni o'zimizda yaxlit holatda saqlashimiz, unga tashqi tomonlama ta'sirlarni oldini olishimiz yoki bo'lmasa berilayotgan ma'lumotlarni tahlil qila olish qobiliyati bizda shakllanishi kerak bo'ladi albatta. Axborot xavfsizligi tamoyillariga to'xtaladigan bo'lsak, maxfiylik ham o'ziga yarasha bir qonun qoidalarga ega, hattoki yaxlitlik va mavjudlik ham. Biz quyida ham bu haqida yanada gaplashib olamiz. Masalan, maxfiylik, confidentiality deb nomlangan ma'lumotlarning faqat ruxsat berilgan shaxslar tomonidan o'qilishi. Ya'ni siz qaysi tizimga kirmoqchi bo'lsangiz, siz uchun mo'ljallangan kontentni, siz uchun mo'ljallangan biror ma'lumotni iste'mol qilishingiz mumkin faqat. Ya'ni faqat sizgagina ruxsat etilgan. Ya'ni konfidensial ma'lumot, maxfiy ma'lumot, siz o'qishingiz kerak bo'ladigan, siz tahlil qilishingiz mumkin bo'lgan, sizga ruxsat etilgan ma'lumotlarni tahlil qila olishingiz mumkin, ko'rishingiz mumkin bo'ladi albatta. Yaxlitlik ma'lumotlarni uzatilgan yoki saqlangan paytda o'zgartirilmasligi kerak. Yaxlitlik o'z nomi bilan aytganda yaxlit holatda saqlash kerak. Ma'lumotlarni agar biz qabul qilsak, iste'mol qilsak, foydalanganligimizdan keyin bu o'zgartirilmasligi kerak. Yaxlitlikning o'zgarishi axborotning qadr-qimmatdan kelib chiqqan holatda agar rostdan ham buzilgan axborot bo'lsa, biz yoki kimdir tomonidan bu o'zgartirilgan bo'lsa, albatta tegishli tartibda bu qonun oldida javob berish holatlari ham uchraydi. Mavjudlik ma'lumotlarni kerakli paytda mavjud bo'lishi, ya'ni bizga kelgan ma'lumotlar, konfidensial ma'lumotlar yoki boshqa ma'lumotlardan foydalanishimiz, qolaversa uni buzilgan yoki yaxlitlangan holatini o'zgartirilgan, o'zgartirilmaganligini tahlil qila olishimiz, shu vaqtda esa kerak bo'lgan ma'lumotlarni ayni bir vaqtda paydo bo'lishi ham aynan o'sha mavjudlik hissini, mavjudlik xususiyatini bizga anglatib beradi. Sizga ham bitta savol berishimiz mumkin. Bu holatda siz qaysidir ma'lumotlarni o'sha mavjud holatda siz qabul qila olganmisiz avval? Demak, sizda mavjudlik tamoyiliga asoslangan biror bir ma'lumotga duch kelganmisiz yoki aksincha siz izlagan ma'lumotni kerakli nuqtada topa olmagan holatingiz ham bo'lganmi masalan? Mavjudlik tamoyiliga asoslanmagan holatda. Albatta bunga fikringizni bildirib keting. Axborot xavfsizligining tarkibiy qismlari: fizik xavfsizlik, jismoniy kirish, boshqarish va saqlash. Avvalgi darslarimizda qisqacha to'xtalgan edik, esingizda bo'lsa, fizik xavfsizlik yoki fizik jarayonlardan himoyalanish. Bu qanday bo'ladi? Fizik xavfsizlik aynan bir axborotni jismoniy ravishda saqlash hisoblanadi. Masalan, qimmatbaho qog'ozlarimizni, pullarimizni, qimmatbaho buyumlarimizni deylik, uyimizda bir tashkilotda alohida saqlaydigan bir moslama yoki bir seyflarda saqlashimiz mumkin, bilasiz. Yoki bo'lmasa shunaqangi muhofaza qilinadigan alohida auditoriyalar, xonalar, maxsus moslamalar bilan jihozlangan shunaqangi bir kichik yoki katta hajmdagi joylar bo'ladi. Albatta, aynan mana shu narsalar biz jismoniy yoki fizik xavfsizlik masalasida ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda hech qanaqangi texnologik jarayonlar
aniq elektron jarayonlar ishtirok etmaydi, biz uni rosmana jismoniy himoyasiga kirishamiz. Tarmoq xavfsizligi internet va tarmoq orqali uzatiladigan axborotlarni himoya qilish hisoblanadi. Hozirgi kunda juda ham muhim jarayonlardan biri hisoblanadi tarmoq xavfsizligi, sababi ko'plab xavfsizlikka tahdidlar aynan tarmoq orqali vujudga kelayotganligi uchun. Chunki biz bir ma'lumotni tarmoq orqali boshqa joyga uzatganimizda orada uchinchi shaxs o'laroq, ya'ni ruxsat etilmagan shaxslar tomonidan axborotlarni o'g'irlanish holati, buzilish holatlari uchrab turmoqda. Biz avvalgi kiber tahdidlar mavzusida ham buni bilamiz. Aynan mana shu uchun asosiy tarkibiy qismlardan biri sifatida qabul qilinmoqda. Dasturiy xavfsizlik, dasturiy ta'minotni himoya qilish. Ya'ni bu yerda asosiy urg'u dasturiy tomonlama kechadi. Ya'ni software mahsulotlar, ya'ni dasturiy mahsulotlar hisoblanadi. Dasturlar yordamida biror bir xavfsizlik tizimlarini yoqish, kengaytirish, ishonchliligini oshirish, rivojlantirish va hokazo va boshqa narsalar misol qilishimiz mumkin bu narsada. Qolaversa, o'zimizga foydalanadigan qurilmalar, kompyuter yoki telefon qurilmalaridagi dasturlarni himoya qilish hisoblanadi. Bu haqida bu kengroq tushuncha, buni keyingi darslarimizda ham shu mavzu keladi, albatta bu haqida yana aytib o'tib ketamiz. Axborot xavfsizligini boshqarish siyosatlar, me'yorlar va boshqaruv tamoyillari. Axborot xavfsizligi siyosati deb eshitgansiz menimcha. Aynan mana shu axborot xavfsizligi yuritiladigan o'ziga xos tamoyillar, bosqichlar, qadamlar ketma-ketligi barchasi siyosatlar hisoblanadi. Ma'lum bir siyosat yuritadi, albatta boshqaruv qilinadi. Me'yorlar ham bor. Me'yorlar qanday amalga oshiriladi? Me'yorlar ko'pincha qay tartibda, qanday shaklda amalga oshirilishini belgilab beradigan jarayon hisoblanadi axborot xavfsizligida. Ya'ni buni qanday qilib himoya qilish, uni qanday qilib jarayonlarda ishtirok etish haqida bo'ladi ko'pincha. Boshqaruv tamoyillari, ya'ni xavfsizlikni umumiy boshqarish tamoyillari nazarda tutyapti. Nazorat qilish, doimiy tekshirib borish, qolaversa tashqi omillar bilan o'zaro aloqa o'rnatish ham mana shunga misol bo'la oladi. Axborot xavfsizligi g'oyaviy asoslari. Endi g'oyaviy asoslariga birozgina to'xtalamiz. Axborot xavfsizligini biz yuqorida aytgan edik, to'g'rimi? Bu yerda ham aynan shu narsa keltirilyapti. Yo'qotish, buzish, o'zgartirish ruxsati ishlarni himoya qilish hisoblanadi. Qolaversa g'oya asoslariga esa asosan konseptual yondashuvlar, usullar, texnologik majmualar hisoblanadi. Asosiy g'oyaviy tamoyillar quyidagilarga ham misol bo'la olamiz, pastda ko'ramiz. Demak, nimalar bor ekan? Axborot xavfsizligi mohiyati va ahamiyati. Axborot xavfsizligida berilayotgan axborotlarni qanaqangi mohiyat kasb etish yoki uni himoya qilishda nimalarga e'tibor berilish kerakligi. Qolaversa, zamonaviy jamiyatning muhim qismi hisoblanib axborot xavfsizligi. Davlat, korxona, tashkilot jismoniy shaxslar uchun muhim ahamiyatga ega ekanligi haqida bizga ma'lumot berishi. Quyidagi maqsadlarda foydalaniladi. Qanday maqsadlarda? Axborotlarning butunligini ta'minlash, ya'ni buzmasdan, noto'g'ri talqin qilmasdan, o'zgartirilmasdan himoya qilish nazarda tutilyapti. Mana ko'rib turibsiz. Umumiy yaxlitlik va o'zgartirilmasligini saqlashga tamoyilga misol bo'la oladi bu ham. Maxfiylikni saqlash, konfidensiallikni saqlash hisoblanadi bu. Ma'lumotlar faqat ruxsat etilgan shaxslar tomonidan foydalanishi, umumiy axborot xavfsizligi hamda g'oyaviy asoslariga bu ham misol bo'la oladi, ko'rib turibsiz. Mavjudlikni ta'minlash. Axborot kerakli vaqtda ruxsat etilgan foydalanishlar uchun ochiq bo'lishi mumkin. Har bir 3 ta narsani biz yuqorida alohida g'oya sifatida, alohida omillar sifatida ko'rgan edik. G'oyaviy ta'siriga ham bu birinchi o'rinda turibdi, ko'rib turibsiz. Ya'ni kerakmi? Bizda axborot mavjud bo'lishini, ta'minlanishini biz bilishimiz yoki ta'minlab berishimiz zarur hisoblanadi. Axborot xavfsizligi tamoyillari. Bu qanaqa tamoyil? Bu qo'shimcha tamoyil hisoblanadi. Asosiy tamoyillardan biri hisoblanadi. Bu texnik jarayonlarga misol bo'la oladi ko'pincha. Identifikatsiya, autentifikatsiya, avtorizatsiya. Menimcha bu bo'yicha alohida darslarda menimcha aytib o'tirganmiz. Identifikatsiya nima, autentifikatsiya nima? Yanada birozgina mustahkamlaydi bu bilimlarda. Identifikatsiya foydalanuvchi yoki tizimning shaxsini aniqlash jarayoni. Ya'ni biz biror bir tizimdan kirish qilayotganimizda, ya'ni kirmoqchi bo'lganligimizda birinchi tizim bizni shaxsimizni aniqlash jarayonini boshdan kechiradi. Yoki biz boshdan kechiramiz, sababi identifikatsiya qismidan o'tishimiz kerak bo'ladi. Tizim bizni shaxsimizni aniqlagandan keyin esa autentifikatsiya tizimidan o'tishimizga to'g'ri keladi. Bu nima degani? Foydalanuvchi haqiqatan ham kim ekanligini tasdiqlash. Misol uchun
parollar tomonidan, biometrik ma'lumotlar tomonidan, SMS kod va hokazo yoki telefon qilish orqali tasdiqlashimizga to'g'ri keladi ko'p holatlarda. Ya'ni foydalanuvchi yoki men yoki siz bo'lishingiz mumkin. Haqiqatda sizmi? Ya'ni men bo'lsam tizimga kiryapman. Rostdan ham Farhod Tursunovmi bu? O'sha jarayonni aniqlashga xizmat qiladi. Ya'ni bu yerda qo'shimcha xavfsizlik tizimlaridan foydalanishimiz mumkin. Aytayapti-ku, mana paroldan yoki biometrik ma'lumotlardan, SMS kodlardan, qolaversa qo'ng'iroqli ma'lumotlar va hokazo bo'lishi ham mumkin. Avtorizatsiya, autentifikatsiyadan o'tgan foydalanuvchiga ma'lum resurslardan foydalanish huquqini berish. Ya'ni tizimga kirgandan keyin men tizimga kirmoqchi bo'lsam, tizimga kirgandan keyin men qaysi axborotdan foydalana olaman? Aynan menga shu huquqni beradi. Ya'ni huquq berilmagan ma'lumotlardan esa resurslardan foydalanish huquqi menga taqiqlanadi yoki ma'lum holatda cheklanishi ham mumkin bo'ladi. Kriptografiya va shifrlash. Axborotlarni shifrlash orqali ruxsat shaxslarni himoya qilish mumkin. Mashhur shifrlash algoritmlari AES, RESET, DES hamda ACC algoritmlari ham bor. Menimcha shifrlash mavzusida qisman bo'lsa ham menimcha aytib o'tib ketganmiz adashmasam. Dasturiy va texnik himoya choralari. Bularga nimalar kiradi? Antivirus dasturlaridan foydalanish, zararli dasturlarni himoya qilishga yordam beradigan dasturlar hisoblanadi, bilasiz. To'g'ri, antiviruslar doimiy ravishda himoyani mustahkam saqlab qolmasligi mumkin, lekin sifatli va aniq antiviruslardan foydalansak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi albatta. Tarmoq xavfsizligi, firewall, IDS, IPS tizimlari orqali hujumlarni oldini olish mumkin. Firewalllar, ya'ni xavfsizlik devorlarini nazorat qilishimiz kerak, ko'rishimiz kerak. Rostdan ham o'rnatilgan, bu qay darajada ishlaydi? Kirish, tashqi kirishlardan qanchalik himoya qila oladi? Ana shulardan biz nazorat qilishimiz, tahlil qila olishimiz kerak bo'ladi. Ma'lumotlarni zaxiralash, yo'qolish va buzilish holatlariga qarshi muhim hujjatlarni saqlash. Agar sizda ma'lumotlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, siz uni zaxira nusxasini yaratib qo'yishingiz kerak. Bu backup deyiladi odatda. Aynan mana shu zaxira nusxalari agar biz asosiy ma'lumotlarimiz yo'qolgan vaqtda ham bizga keyinchalik bu ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi. Umuman olganda, oddiygina tabiiy holat. Kerakli paytda zarur hujjatlarni bir nechta zaxiralarni yaratib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Birini yo'qotsak, ikkinchisidan esa foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda hech qanday murakkab jarayon yo'q. Axborot xavfsizligi tahdidlar. Axborotda turli xil tahdidlar bo'lishi mumkin. Misol uchun, kiber hujumlar, hakkerlik hujumlari, DOS hujumlari, malware, ransomware'lar, DOS, phishinglar bo'lishi mumkin. Har xil. Biz kiber hujumlar mavzusida buni o'tganmiz. Albatta, buni ham ko'rib qo'ying. Ichki tahdidlar xodimlar yoki kompaniya ichidagi shaxslar tomonidan ma'lumotlarning buzilishi hisoblanadi. Ya'ni ichki nizolar tufayli yoki o'sha xodimlar tomonidan kompaniyaga ataylab hujumlar uyushtirilishi. Bu balkim fizik jarayon yoki kiber jarayon bo'lishi mumkin, buni ahamiyati yo'q. Zararli dasturlar, virus, troyanlar, ransomware'lar. Bu aytganimizda kiber hujumlar aloqasi bor buni ham. Sababi kiber hujumda ishlatiladigan ba'zi vositalar albatta zararli dasturlardan foydalanish hisobiga bo'ladi. Masalan, tizimda mana shu viruslarni, troyanlar, ransomware'larni, zararli dasturlarni oldini olish uchun himoya qobiqlarini o'rnatish muhim hisoblanadi. Ijtimoiy muhandislik, ya'ni social engineering deb nomlanadi bu. Foydalanuvchilarni manipulyatsiya qilish orqali axborotni qo'lga kiritish hisoblanadi. Ya'ni biror bir shaxsiy ma'lumotimizni yoki sizning konfidensial ma'lumotlaringizni ega bo'lish uchun sizni manipulyatsiya holatiga olib keladi. Sizni aldaydi, o'zini qanaqadir taniqli shaxs deb tushuntiradi yoki biror bir narsaga evaziga sizdan ma'lumot olishga harakat qiladi. Axborot xavfsizligini ta'minlash usullari, huquqiy asoslarni yaratish, tarmoq xavfsizligi, axborotlarni zaxiralash, kiber xavfsizlikka doir bo'lgan treninglar, yangi texnologiyani joriy qilish. Ko'ryapsizmi, ta'minlash usullari bir qancha, faqatgina uni qanday yo'sinda tayyorlash, qaysi tartibda tayyorlash kerakligi ham muhim sanaladi. Huquqiy asoslarni yaratish, ya'ni doimiy ravishda bilishimiz kerak yoki boshqalar ham bilish kerak bu narsani. Axborotga nisbatan tahdid uyushtirish, uni kirish bo'lmagan paytlarda hujum uyushtirish yoki o'zgartirish ruxsatsiz, ma'no mazmun kasb etgan holatda biror umuman boshqa ma'nolarga anglatadigan axborotga aylantirish, qolaversa tarmoq xavfsizligi, tarmoqda xavfsiz usullarni boshqarishda xalaqit berish. Bu jarayonlar huquqiy tomonlama himoya qilinganligini bilishimiz kerak bo'ladi. Axborotlarni zaxiralash haqida qisman aytdik.
kiberxavfsizlikka doir treninglar, albatta savodxonlikni oshirish uchun turli xil IT treninglar mutaxassis tomonidan beriladigan ko'rsatmalarga amal qilish hisoblanadi. Axborot tahdid xavf modellar, xavf xatarni tasnifi, texnik tahdidlar, ichki tahdidlar va tabiiy ofatlar. Tabiiy ofatlar ham bu zarar keltirib qo'yishi mumkin. Masalan, zilzila, suv toshqini kabi omillar axborotning yo'qolishiga ham olib keladi. Xavf xatarni baholash modeli Bell-LaPadula modeli, Biba modeli, Clark-Wilson modeli. Esingizda bo'lsa, bu haqida qisman aytib o'tgan edik narigi darslarimizda. Axborot maxfiyligini ta'minlashga qaratilgan, Biba modeli axborot butunligini ta'minlashga qaratilgan, Clark-Wilson modeli esa biznes jarayonlarini himoya qilishga qaratilgan hisoblanar edi. Axborot xavfsizligining huquqiy asoslari, ya'ni axborot xavfini boshqarish tizimi, General Data Protection Regulation, ya'ni Yevropada shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish qonuni, qolaversa O'zbekiston Respublikasi axborot xavfsizligi to'g'risidagi qonun hisoblanadi. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkin, axborot xavfsizligidan foydalanishda biz ma'lum bir yo'nalgan, g'oyaviy ta'sirlarga ega bo'lmagan yoki nazariy ta'sirlarga ega bo'lmagan holatlardan bilishimiz, xabardor bo'lishimiz kerak. Eng muhimi, axborot xavfsizligi to'g'risidagi biz savodxonlikka, bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishimiz kerak bo'ladi. Albatta, bularni boshqalarga ham yetkazish muhim sanaladi. Chunki umumiy savodxonlikni rivojlantirish jamiyatni yanada saviyasini oshishiga yordam berishi mumkin. Xo'p, yaqin daqiqalar davomida siz bilan Farhod Tursunov bo'ldi. Mavzu doirasida bir qancha ma'lumotlarni aytishga harakat qildik. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, fikr-mulohazalar bo'lsa, albatta ijtimoiy tarmoqdagi manzillarimiz orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Qolaversa, ushbu video tagida izohlarda ham qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi darslarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.